Akalar, Comfort House'ga keldik. 4-etaj, 4 xona, qumshuva holatida 130 kvadratli xonasi katta joyimizdan sotuvga chiqdi. Like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Inshaalloh hammaga shunaqangi chiroyli uylar nasib qilsin. Akalar, mana hozir liftda chiqamiz. Liftlarini qarang buni. Buni kamerachimiz uyalchan kameradan qochaveradi bu bola. Akalar, mana 4-etaj 4 xona uyimizga kirib oldik. Holidan kirib boryapmiz. Endi qumshuva holatiga nimalari, svetlari yo'q, lekin xonalari juda ham katta. Mana yerda bitta sanuzeli bor. Bitta oshxona. Yana bitta xona, kattaligini qarang. Zo'r holatda. Yana bitta zal, xolasingiz zal qilasiz. Balkonidagi atmosferani hozir endi ko'rsataman. Bu tomonimizda yana bitta xona. Bu tomonimizda yana bitta xona, yana bitta sanuzel. Shu bilan hammasi bo'lib 4 ta xona, bitta oshxona, 2 ta sanuzel bo'lyapti. Endi men sizlarga atmosferani ko'rsataman balkondan. Mana balkondan atmosferamiz. O'ng tomonimizda ekstrenniy, havas, chap tomonimiz Sharqiy savdo markaziga chiqib ketish. Mana kamerachimiz har doimgidek uyalib u derazada yuribdi. Akalar, pastda raqamini qoldiryapman. Bemalol kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Kvadrati 130 kvadrat, narxini kvadratini $500 dan deyishyapti. Bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib kelishsanglar bo'ladi.